Assalomu alaykum aziz kitobxonlar. Kelajakka qarab qadam qo'yar ekanmiz, ba'zan ortga o'girilib qarab qo'yish ham kerak bo'ladi. Zero mana shunday mustaqil zamonga yetib kelguncha bo'lgan davrdagi ota-bobolarimizning kurashlarini inkor etishga aslo haqqimiz yo'q. Bugun sizning e'tiboringizga havola etayotgan kitobimiz Qadag'on qurbonlaridan biri Hoji Mo'inning tanlangan asarlar kitobidir. Kitobni tanishtirishdan avval sizlarga Hoji Mo'in haqida gapirib beraman. Hoji Mo'in 1883-yil 19-martda Samarqand shahrining Ruhobod mavzesida tug'ilgan. Eski maktabda savad chiqargan. Rus tilini va Yevropa madaniyatini mustaqil ravishda o'rgangan. U 1903-yili o'z mahallasida Usuli jadid maktabini ochgan va ushbu maktab uchun Rahnamai Savod nomli alifbo kitobini nashr ettirgan. 1913-yildan Behbudining Samarqand gazetasida va Oyna jurnalida ishlay boshlaydi. Keyinchalik Tarbiyatnoma bilan o'z uyida xususiy Usuli jadid maktabini ochadi. 1916-yili Hoji Mo'in ko'plar qatori mardikorlikka olinib, front ortidagi qora ishlarga yuboriladi. 1917-yil mayida fevral voqealari tufayli ona yurtiga qaytadi va matbuotda ishlay boshlaydi. Ish faoliyati davomida Mehnatkashlar Tovushi gazetasi va shu gazetaga ilova tarzida Tayoq nomli kulgili jurnal Hoji Mo'in tashabbusi bilan chop etila boshlaydi. 1929-yili Aksel Sho'roviy faoliyatda ayblanib, Oliy Sibirning Karek okrugi Pugachan rayoniga surgun qilinadi. Adib o'z vataniga 1933-yilda qaytib keladi. 1937-yilda yana Sho'ro hukumati tomonidan ayblanib 10 yilga hukm qilinadi va 1942-yil 21-iyulida Perm oblastining Solikamsk shahrida vafot etadi. Adib 1963-yilda oqlandi. Hoji Mo'indan boy madaniy meros qoldi. Ushbu tanlangan asarlar kitobida uning jurnalist sifatida yozgan biografik maqolalari bor. Jumladan Behbudiy haqidagi maqolasini o'qib, u haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Kitobga kiritilgan maqolalarida o'sha davrning ta'lim va tarbiya, matbuotchilik, tarix va siyosat hamda jamiyatdagi ijtimoiy va siyosiy masalalar ko'tarilgan. Hoji Mo'inning maqolalaridagi ba'zi masalalar bugungi kunda ham dolzarb hisoblanadi. Tanlangan asarlar kitobidan yozuvchining bir qator drama va o'tkir satirik hajvalari ham o'rin olganki, ulardagi mavzularni eskirgan deb bo'lmaydi. Kitobda hajva deb keltirilgan bo'lsa-da, bemalol satirik maqola deyish mumkinki, ularni o'qib tarixning yana bir sahifasiga nazar solish mumkin. Kitobda izoh va lug'at mavjud. Ular ba'zi so'z va iboralarni tushunishga yordam beradi. Ushbu kitobni mutolaa qilish uchun siz aziz kitobxonlarni kutubxonamizda kutib qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.